kitob qayerda ekanligini so'rayman. Uyga xush kelibsiz, Linneburg xonim. Ines, men otam bilan ko'rishmoqchi edim. Ular hozir Xonsaroyda Reyn bilan suhbatlashyapti. Bu odam kim? Meni mehmonim. Bu haligi o'z jonini xavfga solib meni qutqargan yigit. Tushunarli. Men sizni o'zim olib boraman. Demak, bu uy xizmatkorimi? Bu kiyimda tozalash yoki kir yuvish qiyin bo'lsa kerak. Mana yoqtirmadi shekilli. Nima bo'ldi, Ines? Nimaga o'zing bilan Linneburg xonimni olib kelding? Bu o'ta xavfliga o'xshaydi. Va bu kishi kim? Gilbert, yo'ldan qoch. Bu odam Linneburg xonimning mehmonlari. Ha, xonimmi mehmonimi? Demak, biz gaplashayotgan odam senmisan? Rostini aytsam, o'xshamayapsan. Iltimos, bunday qo'pol bo'lma. Sen endi Xonsaroygacha biz bilan yurasan. Ko'proq askar bo'lsa yaxshi. Bo'pti, ketdi unda. Qurib ketsin Deridas. Hujum qilmaslik to'g'risidagi shartnomani umuman esdan chiqarganga o'xshaydi. Uning oldingi iltimosi buni aniq ko'rsatadi. Zindonni hamma haq-huquqlarni berishni so'radi. Agar men sizga qurolligimni harbiy kuchini berib tursam, u sizga ham foydali bo'ladi, bilasizmi? Taklif uchun rahmat. Lekin millatimni yo'qotishi mumkin bo'lgan noxush takliflarni qabul qilmaslikni xohlayman. Bu so'zlaringizga hali afsuslanasiz. Bu hozir bizning yagona muammoyimiz emas. Vaqtimiz qolmadi shekil. Aka, Lin? ota. Ha. To'g'rimdagi erkak Linning adasimi? Lin, bu Zohidni plashi. Sen yana tashqariga chiqdingmi? Mana qutqargan kishini nima bo'lsa ham topishim kerak edi. Nima? Mana shu yigitmi? Ha, mana shu yigit, mana qutqaruvchim. Bunday holatga kelganim uchun uzr. Lin shoshiltirib olib keldi. Qanday kiyinganingni farqi yo'q. O'zini vaqtini ajratib kelganing uchun rahmat. Bilmasangiz agar, men aristokrat yoki qandaydir boyvachcha emasman. Bunaqa joylarga to'g'risi birinchi marta kelishim. Shunga bilmasdan sizlarga qo'pollik qilib qo'yishim mumkin. Hech qisi yo'qmi? Unday bo'lsa o'zimga yaxshi. Sen bilan suhbatlashish osonroq bo'ladi. Senga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Agar sen bo'lmaganingda, meni qizim hozir bu yerda bo'lmagan bo'lardi. Chin dildan senga rahmat. Arzimaydi. Minnatdorchiligingizni o'zi yetardan ortiq. Yaxshi. Rahmatlarni eshitib oldim. Endi tezroq hammomga qaytishim kerak. Lekin baribir qutqaruvchimizni hech qanday mukofotsiz jo'nata olmaymiz. Qo'ling tusagan narsani ayt. Pulmi, yermi? Men senga nima istasang shuni topib beraman. Qandaydir istaging bormi? Yo'q, hech narsa kerak emas. Nima? Tushunarli. Demak, na pul, na yer kerak. Bo'lmasa zindondan kelgan xazinalar haqida nima deysan? Bizning qirolligimiz dunyodagi eng eski zindonga ega. Hamma bilgan qimmatbaho xazinalar o'sha yerda topilgan va xuddi shu narsalar zalda saqlanadi. O'sha yerdagi hamma narsani yarmi senga. Ota, bu juda ham ko'p-ku. Rahmat, lekin kerak emas. Menga hech qanday xazinalarni keragi yo'q. Minnatdorchiligingizni o'zi yetarli bo'ldi. Xazinalarga ham yo'q deysanmi? Bo'lmasa qochib ketsammikan? U holda
Bu haqida nima deysan? Bu qilich ha, bir qarashda yaxshi qilichga o'xshamasligi mumkin. Ota, nima qilyapsiz? Reyn, o'zingni bos. Hozir bu qilich faqatgina zalimizda bezak bo'lib turibdi. Chang bosib yotgandan ko'ra bir kishiga berganim yaxshi. Lekin Menda uni nusxasi bor, hech kim sezmaydi. Xavotirga o'rin yo'q. Endi esa o'ylaganimdan og'irroq. Bu judayam qimmatga o'xshaydi. Agar shunday bo'lsa, men uni qabul qila olmayman. Xavotirlanma, buni shunchaki o'zimning sayohatimda topib oldim va menga yoqqani uchun ishlatgan edim. Ishlatilgan deng? Bu qo'lga tushgan temirdan yasalgan. Nima deysan, bo'ladimi? U holda buni qabul qila olaman. Yaxshi. Tekshirib ko'rishga nima deysan? Ko'raylikchi, fizik kuchlanish. Qani? Og'ir ekan, lekin amallab ishlatsa bo'ladi. Ajoyib, bitta qo'lda ishlata olasanmi? Haqiqiy ustasi ekansan. Demak, endi bu menga. Aytgancha, mana qizim haqida. Agar qarshi bo'lmasang, unga ustoz bo'la olasanmi? Hozirda ko'chalar juda ham xavfli. Undan xavotirdaman. Men Linni o'rgatayman. Bilasizmi? Men hech nimaga o'rgata olmasam kerak uni va buni o'zi xohlashi ham kerak. Ota-onalar o'z bolasini ishlariga haddan ko'p aralashishi bu xato. To'g'ri aytasan. Negadir ko'p kulyapti. Endi ketsam bo'ladimi? Mayli. Seni ham ancha ushlab qoldik. Linni otasi sifatida senga yana bir bor rahmat aytaman. Og'irligi mashq uchun yaxshi ekan-u, lekin juda qimmatli narsaga ega bo'lgandek o'zimni his qilaman. To'xtachi, bu qilich Stella xolani arig'ini tozalashga juda ham mos keladi-ku, ha? Wow! Ishim endi ancha yengillashadi. Loylarni tezroq tozalayman. Ertagayoq buni sinab ko'rish kerak. Janob, sizda gapim bor edi, agar vaqtingiz bo'lsa. Mendan qasdi bormi buni? Birinchidan, qo'polligim uchun uzr so'rayman. Liniborg xonimni qutqaruvchisi bilan bunday munosabat yaxshi emasdi. Mana, kechirishingizni so'rayman. Rostini aytsam, menga farqi yo'q. Hammasi yaxshi, boshingni ko'tar. Uzurimni qabul qilganingiz uchun rahmat. Bizning ishimiz Clays oilasini barcha xavflardan himoya qilishdir. Shuning uchun biz mehmonlarga ehtiyot bo'lib qaraymiz. Tushunarli. Demak, sen xizmatkor emassan. Aytgancha, hali o'zimni tanishtirmadim. Men Ines Harnesman. Men Clays oilasini jangovar korpusining bir qismiman va kapitan yordamchisiman. Gap bo'lishi mumkin emas. Va meni yoshligimdan beri muqaddas qalqon deb bilishadi. Men Liniborg xonimni qalqoni bo'lib ishlayman. Asosan, meni hayotim xavfda bo'lsa ham, men ularni nima bo'lsa ham qutqarishim kerak. Siz endi ularning hayotini asraganingiz. Meni hayotimni saqlash bilan bir. Bunchalik ham katta ish qilmadim shekil. Bugundan boshlab istagan muammoingizni o'zim hal qilib beraman. Nimadir kerak bo'lsa menga aytavering. Bu yerdagilar minnatdorchilik bildirishi yaxshi ko'radimi, nima balo? Lekin mayli, qaysidir ma'noda kerak bo'lib qolar. Agar qiyinchilik bo'lib qolsa, sizlarga aytaman. Ammo bir narsani bilib qo'ying. Liniborg xonim ustozlik qilishga rozi bo'lsa ham, ammo qirol bilan bo'lganda xatti-harakatingiz juda qo'pol edi. O'zingizni bunday noodatiy tutishga ruxsat berilmaydi. Agar bu davom etsa, men boshqa qo'polligingizga ko'z yumib tura olmayman. Bunday qiliqlardan cheklaning, ayniqsa uy egalari oldida. Bo'pti. Rahmat ogohlantirganing uchun. Men faqatgina shuni aytmoqchi edim. Va men kimga qarzdorligimni bilmoqchiman. Meni ismingizni so'rasam bo'ladimi? Ismim Nor. Nor?
Yana nimadir qilib qo'ydimmi? Yo'q, uzr. Bu ahamiyatsiz. Mayli, ruxsatingiz bilan men ketdim. Mayli. Rostdan ham mendan qasdi bor buni. Uyga ketyapsanmi? Qahramon. Nima edi ismi? Haligi Men Gilbertman. 1 daqiqaga yonimga kelgin. Sani qobiliyatlaringni ko'rmoqchiman. Uyga qachon boraman? Play Market va App Store'dagi Aniblo.uz ilovasi uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishdi. Capone, Lego va Nanami. Timing ustasi Sado. O'zbek tilidagi animelarni faqat Aniblo.uz ilovasi orqali tomosha qiling.